Bitta videoda 4 xil ozish yo'lini o'rgataman. Hech bo'lmaganda bittasini qilsangiz ozmasdan qolmaysiz. Birinchisi kivi va ismaloq aralashmasi. Xohlasangiz bu mahsulotni ratsioningizga ko'proq kiritishingiz yoki detoks holatda tayyorlab ichishingiz ichak faoliyatini zo'r qiladi. Toza ichak tezroq ozish degani. Ikkinchisi bodring va imbir. Ushbu ikkita mahsulotni birlashtirib detoks holatda ichsangiz, tanadan ortiqcha suyuqliklar chiqib ketadi va bizni vaznimizdan kamayishni boshlaydi. Uchinchisi kefir va kurkuma aralashmasi. Uxlashdan oldin 1 stakan kefirga 1 osh qoshiq kurkuma aralashtirib uxlasangiz, yog'laringiz uxlaganingizda ham eriydi. To'rtinchi oxirgi aralashmamiz banan va chiya. Ikkita mahsulotni yogurt yoki smetana qattiqqa aralashtirib yesangiz, sochlaringiz dieta paytida to'kilishni oldini olasiz va sog'lom sochlarga ega bo'lasiz. Bu retseptlar sizga foydali bo'ladi. Saqlab qo'yishni va shunga o'xshagan foydali videolar ko'proq insonga yetib borib, barcha chiroyli ozishni xohlasangiz, videoga like bosishni unutmang.